Bu yerdan men mana bu yerdan register degan, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosaman. Undan so'ng mana bunaqa bizni verifikatsiya qilib oladi brauzer. Va bundan so'ng mana bunaqa sahifaga o'tamiz. Bu yerda Extensga xush kelibsiz. Mana bu yerda sign in, ya'ni login qilish, mavjud akkauntga login qilish. Mana bu bo'lsa create an account, ya'ni bu ro'yxatdan o'tish. Davaychi mana bu yerdagi ma'lumotlarni to'ldirishni boshlaymiz. O'zbekiston va buni ostida biz doimiy ravishda ishlatadigan asosiy rabochiy Gmail'imizni kiritamiz. Gmail pochtadan so'ng Extens akkauntimizga parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Parolning uzunligi 8 dan 15 tagacha, bitta katta va bitta kichkina harf bo'lishi va hech bo'lmaganda bitta raqam va bitta spetsialniy simvol bo'lishi kerak. Shunda parolimiz tasdiqlanadi. Spetsialniy simvol bu dollar, hashtag, foiz, tire shunga o'xshagan narsa. Parol qo'yib bo'lganimizdan so'ng mana bu yerda bitishga qoldiramiz va davom etish degan tugmaga bosamiz. Keyin bizni avtomatik ravishda brauzer Extens Brokerning mana bunaqa web trading sahifasiga olib o'tadi. Bu yerda endi biz mana bu joyda real account degan tugmaga bosamiz. Va bundan keyin brauzer depozit qilish sahifasiga olib o'tadi va bu yerda ko'rib turibmiz, barcha to'lov sistemalari unavailable, ya'ni biz uchun mavjud emas. Nimaga? Biz hali verifikatsiyadan o'tganimiz va profilimizdagi barcha ma'lumotlarni to'ldirganimiz yo'q. Buning uchun o'ng taraf yuqorida complete profile degan tugmaga bosamiz. Mana endi verifikatsiya jarayoni boshlanadi. Bu yerda get started now ga bosamiz. Va birinchi qadam bu Gmail pochtamizni verifikatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Broker o'sha kodni yubordi. Gmail pochtamizga kirib tekshiramiz va ana o'sha xabarda kelgan, ya'ni Extens Brokerdan xabarda kelgan kodni kiritamiz va Gmail pochtasini verifikatsiya qilamiz. Brokerdan pochtamga kelgan xabarda ichidagi 6 xonali parolni kiritib bo'lganimdan so'ng Gmail pochta o'sha verifikatsiya qilib bo'lindi. Mana bu yerda bitishga chiqdi. Keyingi qadam bu telefon raqam verifikatsiyasi. Mana bu yerda confirm phone'ga bosamiz. Undan keyin o'zimiz ishlatib yuradigan va doim antennasi chiqib turadigan telefon raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. Keyin davom etish degan tugmaga bosamiz. Kodni yubordi. Kod menga adashmasam Telegramdan kelyapti. Agar siz bu yerga kiritgan raqamingizda Telegram bo'ladigan bo'lsa, osongina Telegramga Extens Broker kod yuborish mumkin. Bu juda ham qulay. Xo'p, 099 832 va telefon raqami muvaffaqiyatli verifikatsiyadan o'tdi va endi 3-oxirgi qadam bu shaxsni tasdiqlovchi verifikatsiyalar, adashmasam. Xo'p, mana bu yerda complete now degan tugmaga bosamiz. Xo'p, bu yerda endi shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. First name bu ism, last name bu familiya. Pasportimizda yoki ID kartamizda qanaqa harflardan yozilgan bo'lsa, xuddi shuni kiritamiz. Keyin date of birth, ya'ni tug'ilgan kun, oy, yil. Keyin bo'lsa turar joy, ya'ni yashash adresi, shahar, ko'cha va dom yoki uy va uni raqami. Shuni kiritamiz. Keyin bo'lsa jinsni belgilashimiz kerak bo'ladi. Erkak bo'lsa erkak, ayol bo'lsa ayol. Va pastda yana davom etish degan tugmaga bosamiz. Shundan keyin broker bizga bir nechta savollar beradi. Men sizlarga buni hozir tarjima qilib beraman. Siz o'zingizga ma'qul kelgan javoblarni belgilab ketaverasiz. Xo'p, what is the purpose of opening your account? Account ochishdan maqsadingiz nima deyapti? Birinchisi investitsiya, ikkinchisi hedging, uchinchi speculation. Birinchisi investitsiya, ya'ni sarmoya, ikkinchisi hedging, ham buyga va ham sellga ochib ishlash, adashmasam uchinchisi speculation. Bu ya'ni spekulatsiya. O'zingizga xohlagan javobni belgilang. Men misol uchun bu yerda investitsiyani belgilayman. Ikkinchi savol, what's your current employment status? Bu yerda broker ish haqida so'rayapti. Agar pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, mana bu retired deb belgilaysiz. Agar ishsiz bo'ladigan bo'lsangiz, mana buni unemployed deb belgilaysiz. Va agar talaba yoki student bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu yerda student degan javob bor. Va agar tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu yerda biznes egasini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Va uchinchisi o'z-o'zini ta'minlaganlik va ikkinchisi bo'lsa yarim stavka yoki bo'lmasa qisman ishlaydigan odamlar uchun va birinchisi bo'lsa bu yerda full time, ya'ni polniy ish bilan ta'minlangan, ya'ni kun bo'yi ish bilan band bo'ladigan odam mana shu birinchisini tanlab ketsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda osongina ishsizmani bosib qo'yish qulayroq, chunki mana bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchisida o'zi yana ma'lumot berishingiz kerak bo'lar ekan. Undan ko'ra osongina ishsizmani bosib ketgan yaxshi. Xo'p, keyingi savolda mana bu quyida berib qo'yilgan javoblarda qaysi biri sizni sohangizni ko'proq ifodalaydi deyapti. Agar ingliz tilini bilmaydigan bo'lsangiz, istalgan вообще farqi yo'q, istalgan bittasini belgilab ketsangiz bo'ladi, absolutno xotirjam. Misol uchun men mana bu yerda education, ya'ni ta'lim deb bosib ketyapman, chunki avvaldan mana shu education belgilab kelganman. Xo'p, keyin davom etish.
Xo'p, keyingi savolda bo'lsa, daromadingiz asosiy manbai qayer deb savol beryapti. Bu yerda ham agar ingliz tilini bilmaydigan bo'lsangiz, yana o'sha gap istalgan bittasini bosib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun men mana bu yerda savingizni bosib qo'yaman va davom etish degan tugmaga bosaman. Keyingi savol biroz g'alatiroq. Bu yerda broker bizni bor sustainamizga qiziqyapti. Juda ham ajoyib. Xo'p, $5000 dan boshlanib $1 million dan yuqori degan javoblar bor ekan. Xohlaganingizni belgilang, istaganingizni belgilang. Men misol uchun bu yerda mana bu eng birinchisini belgilayman va keyingi savolga o'tamiz. What's your annual net income? Bu yerda bo'lsa endi broker bizni 1 yillik daromadimiz qancha, shunga qiziqyapti. Bu yerda ham o'zingiz xohlagan, istagan summani belgilang. Men misol uchun bu yerda mana buni belgilab qo'yaman. Bu savolda bo'lsa broker bizni 1 yillik daromadimizni qanchasini mana shu Exness'ga investitsiya qilishimiz haqida so'rayapti. Birinchi variantda 25% gacha, ikkinchi variantda 50% gacha va uchinchi variantda 50% dan ko'ra ko'proq yillik daromadimni investitsiya qilaman degan javoblar turibdi. O'zingizga ma'qulni belgilang. Misol uchun men bu yerda birinchisini belgilayman. Keyingi savolda bo'lsa broker biroz politikaga doir savol beryapti. Bu yerda nodni bosib ketsangiz bo'ladi xotirjam. Bu yerda broker realniy hisob bilan, ya'ni realniy pul bilan oxirgi 3 yilda qancha savdo qilganimiz to'g'risida savol beryapti. Misol uchun, birinchi javob 10 tadan 40 tagacha bitim ochganman, ikkinchisi bitim ochmaganman va uchinchisi bo'lsa 100 marta savdo qilganman, to'rtinchisi bo'lsa 40 tadan 100 tagacha savdo qilganman va mana bu javobda bo'lsa 10 tadan ko'ra kamroq bitim ochganman va oxirgisida bo'lsa faqat demoda savdo qilganman degan javoblar bor ekan. Bularni ichidan o'zingizga ma'qul bo'lgan javobni belgilab ketishingiz mumkin. Men misol uchun mana bu overuse trades'ni belgilab qo'ydim. Xo'p, keyingi savol. How much time do you spend on market analysis? O'qishda ham yorvordim, reading news and trading per week. Bu yerda bo'lsa bir hafta davomida siz qancha vaqtingizni bozorda analiz qilishga sarflaysiz deb so'rayapti. Bu yerda ham o'zingizga xohlaganingizni belgilab ketishingiz mumkin. Men misol uchun bu yerda mana bu ikkinchisini belgilab qo'ydim. Bu yerda ham trading bo'yicha tajribasi bormi yoki bo'lmasa ta'lim olganmisiz deb so'rayapti. O'zingizga xohlagani ha yoki yo'q deb belgilab ketishingiz mumkin. Misol uchun men bu yerda ha deb belgilab ketyapman. Keyingi savolda bo'lsa broker to'g'ridan-to'g'ri masala beryapti. Agar sizlarda ham mana shunaqa chiqadigan bo'lsa, mana bu ikkinchisi adashmasam to'g'ri bo'lishi kerak. Keyingi savolda bo'lsa broker quyidagicha savol beryapti. Qachon sen ochgan bitimlar yopilib ketishi mumkin avtomatik ravishda deb. Bu yerda mana bunisini belgilab qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. Bu yerda bo'lsa trading bo'yicha 1 yillikka planing qanaqa deb so'rayapti. Xo'p, birinchisi buni как hobbi sifatida qilib yuraman, ikkinchisi sekin-sekin o'rganib, polностью mana shu ishga o'tib ketib qolaman va uchinchisi bo'lsa o'qituvchi bo'laman. Ya'ni tradingni o'rgatadigan hozirda ham ko'payib ketdi-yu internetda. Shunaqa o'qituvchi bo'laman va oxirgisi bo'lsa full time professional trader, ya'ni bu yerda o'zi professional trader bo'laman degan. O'zingizga xohlagan va ma'qul bo'lgan javobni belgilang. Keyingi savolda bo'lsa qanaqa instrumentlar bilan yoki qanaqa aktivlar bilan savdo qilmoqchisan deb so'rayapti. Misol uchun birinchisi oltin, silver, undan keyin forex, ya'ni bu yerda valyutniy paralar bo'ladi va undan keyin kripto aktivlar, undan keyin neft va balobatlar, undan keyin bo'lsa aksiyalar va mana bu yerda bo'lsa hali vera o'ylab ko'rganim yo'q va oxirgisida bo'lsa boshqa javob beraman degan variant turibdi. O'zingizga xohlaganni, o'zingizga ma'qulni yana belgilang. Qaroch, keyingi savolda bo'lsa biz haqimizda, ya'ni Exness brokeri haqida birinchi marta qayerda eshitding yoki bilding deyapti. Misol uchun bu yerda YouTube'da belgilab ketsangiz bo'ladi. Va oxirgi savolda bo'lsa mana bu ikkalasiga pitichkani qoldiramiz va submit degan tugmaga bosamiz. Bu yerda endi alt sat deyapti. Gmail pochtamiz va telefon raqamimizni kiritib bo'lganimizdan so'ng va mana shu savollarga javob berib bo'lganimizdan keyin keyingi 30 kun davomida $2000 gacha bo'lgan mablag'ni bemalol depozit qilib ishlab pulimizni chiqarib olsak bo'lar ekan va lekin 30 kundan so'ng baribir все равно biz verifikatsiya qilishimizni talab qilishar ekan. Shuning uchun davaychi hozirda o'zida verifikatsiya qilamiz, chunki video aynan shu haqida. Mana bu yerda verify identity now degan tugmaga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda bizga eslatma beryapti. Ismini tekshirib ol deyapti. Ismimizni tekshirib olamiz va undan so'ng ma'lumotlarni yuklash degan sariq tugmaga bosamiz. Va mana bu yerda bitishga qoldiramiz. Undan so'ng submit document deganiga bosamiz. Xo'p, undan keyin endi biz qanaqa ma'lumot, qanaqa hujjat yuklamoqchimiz, shuni turini belgilashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda O'zbekiston turishi kerak va agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz va undan so'ng select your identity document. Bu yerda bo'lsa pasportmi, haydovchilik guvohnomasimi, ID kartami, shuni belgilaymiz. Misol uchun menda pasport.
mana shu joyga pasportni bosaman. Bosganimdan so'ng bu yerda pasport hujjati qanday qilib yuklashim bo'yicha menga eslatmalar beryapti va agar haydovchilik guvohnomasiga bosadigan bo'lsam, bu yerda ham eslatmalar bor va ID karta qiladigan bo'lsam, bu yerda ham adashmasam eslatmalar bor. Xullas, bu yerda men pasport yuklayman. Agar siz haydovchilik guvohnoma bilan verifikatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, xotirjam spokойно haydovchilik guvohnomasini tanlab rasmga olib yuklashingiz mumkin va agar ID karta bo'lsa ham xuddi shunaqa qilib verifikatsiya qilib olsangiz bo'ladi. Xullas shunaqa. Davayt, pastroqqa tushaman. Tushib mana bu yerda aytayaptiki, pasportni chiroyli qilib rasmga ol, bunda bilik bo'lib qolmasin va xira bo'lib qolmasin, yorug'lik tushib qolmasin, barcha raqamlari, barcha harflari ko'rinsin deyapti. Xuddi shunday qilib akkuratni qilib rasmga olamiz va pastda mana bu yerda upload document deganga bosib, rasmga olingan faylni tanlaymiz va yuklaymiz. Yuklab bo'lganimizdan so'ng mana bu yerda submit document degani bor, mana shunga bosamiz. Yuklab bo'lishim bilan ko'rdinglar, 3 sekundlar atrofida bir tekshirib oldi va yana all set, uje hammasi hal bo'ldi deyapti. Deposit qilishing mumkin deb pastda deposit now degan tugma chiqib turibdi. Endi bu yerda deposit degan narsaga bosmaymiz, mana bu yerda prosta X ga bosamizda va yana complete profilga bosamiz. Men xohlagan narsa oyna ochildi. Ya'ni bu yashash joyi adresi. Davaychi oxirigacha verifikatsiyadan o'tib olamiz. Chunki agar adresimizni verifikatsiya qilmaydigan bo'lsak, может qachondir bizga pulni yechib bermasligi mumkin. Shuning uchun davaychi oxirigacha verifikatsiya qilamiz. Yashash joyi adresini verifikatsiya qilish uchun quyidagi ma'lumotlardan, quyidagi hujjatlardan birortasini yuklang deb bizga broker eslatma beryapti. Bu yerda bir qancha hujjat turlari bor, lekin to'g'risini aytsam, men birortasini bularni yaxshi tushunmayman. Shuning uchun osongina yo'li bor. Bu ham bo'lsa my.gov saytiga kirish kerak. Ana o'sha joyda O'zbekiston fuqarosi, har bir O'zbekiston fuqarosining doimiy yashash joyi to'g'risidagi ma'lumoti bo'ladi. Ana o'shani yuklab, keyin mana bu brokerga yuklash kerak. Shunda hech qanaqa muammosiz verifikatsiyadan o'tib olish mumkin. Agar pasportimi rasm bor sahifasining orqasida propiskasi bor, uchetniy zapisi bor, shuni rasmga olib tashlasamchi deb so'raydigan bo'lsangiz, to'g'risi bilmayman. Men juda ham ko'p marta urinib ko'rganman, lekin meni tajribamda shuni aytishim mumkinki, bu orqali adresda verifikatsiya qilib olish biroz qiyinroq. Shuning uchun prosta mana bu my.gov saytiga o'tish kerak va o'ylaymanki bugungi kunga kelib hozir hamma bu saytdan foydalanishni biladi. Agar bu platformadan qanday foydalanishni bilmasangiz va yashash joyi to'g'risidagi ma'lumot topolmasangiz yoki qiynaladigan bo'lsangiz, adashmasam shu to'g'risida ham video joylagan bo'lishim kerak. O'ng taraf yuqorida agar topadigan bo'lsam, shu videoni chiqarib ketaman. Mana shuni birinchi ko'rib olib, keyin xotirjam mana shu ma'lumot topib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, men bo'lsa menda o'sha bu ma'lumot bor. Mana bu joyga qaytaman va pastdan ma'lumot yuklab bo'ldim. Endi pastga tushib sariq tugma ichidagi ma'lumotni tasdiqlash degan tugmaga bossam ham bo'ladi. Your documents are under review. Ma'lumotlar tekshiruvda. Bu jarayon 3 minutdan 7 minutgacha vaqt olishi mumkin ekan va даже bir ish kuni, ya'ni 24 soatgacha ham vaqt olishi mumkin ekan ba'zi holatlarda. Mana shu narsa hal bo'lgandan so'ng verifikatsiya degan narsani полностью butun umrga esdan chiqarsak bo'ladi va keyin xotirjam ish qilaveramiz, короче. Bir qancha muddatdan so'ng verifikatsiya jarayoni muvaffaqiyatli yakuniga yetganini ko'rishimiz mumkin. Buni yuqoridagi mana bu petichkani qo'yib account verification complete degan yozuvdan bilib olsak bo'ladi. Xo'p, endi agar deposit sahifasiga o'tadigan bo'lsak, biz uchun barcha to'lov sistemalari o'zi dostupna, o'zi bizga bunda access bor. Ya'ni biz uchun mavjud demoqchiman. Ro'yxatdan o'tdik, ya'ni registratsiya qildik va shaxsimizni tasdiqlab, полностью verifikatsiyadan ham o'tib bo'ldik. Endi lekin hali beri video tugagani yo'q. Yana bir muhim joy bor, muhim jihati bor. Bu joyni albatta ko'ring. Ko'rmasangiz bo'lmaydi. Xo'p, oxirgi paytlarda juda ham ko'pchilik menga savol bergan, Access Broker bilan bir ko'ngilsizlik, bir muammo bo'layotgan ekan. Bu nima desa, qachonki ular pulni yechib olayotganida Access Broker kod yuboryapti, ularning telefoniga bo'lsa kod kelmayapti. Bu muammoga aynan nima sabab bo'lishini bilmayman, balki qanaqadir texnik muammolar bordir, lekin telefon raqamiga kod kelmayapti. Bu qachonki siz Access Brokerdan pulingizni chiqarib olmoqchi bo'lganingizda, broker sizni xavfsizligingizni o'ylab, siz kiritgan telefon raqamiga kod yuboradi. Mana shu kodni qachonki siz kiritmagunizcha sizni arizangiz tasdiqlanmaydi va broker sizga prosta pulni yechib bermaydi. Endi bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda birinchi navbatda 24 soat kutish kerak ish kunida va ertangi kuni o'sha himoya tizimini telefon raqamdan Google Authenticatorga o'tkazish kerak. Ya'ni 2 bosqichli himoya tizimiga o'tkazib olishimiz kerak. Hozir shu narsani amalda men sizlarga ko'rsatib beraman qadam-qadam va shunday qiladigan bo'lsangiz sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Buning uchun biz mana bu yerda security settingsga o'tishimiz kerak.
Va mana bu yerda X-step verification, ya'ni 2 qadamli verifikatsiya degan joy bor. Mana shu joyda bizning telefon raqamimiz turgan bo'ladi. Endi mana shuni biz Google Authenticator'ga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerda change degan tugmaga bosamiz. Bu yerda himoya tizimini o'zgartirish mumkin bo'lgan bir nechta alternativlar bor ekan. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Hozir amaldagisi mana bu telefon raqamiga kod yuborish. Bu juda ham noqulay. Istalgan payt siz xohlagan payt kod kelmay qolishi mumkin. Va mana bu yerda men avval ko'rmasdim. Ya'ni bunaqa tasdiqlash kodlari yuboradigan joyda bunaqa email orqali, ya'ni Gmail pochta orqali tasdiqlaydigan usul ko'rmasdim avvallari. Bu narsani qo'shgani juda ham zo'r bo'ldi Class Brokerga. Va mana bu yerda Authentication app bo'lsa, bu ana o'sha men aytgan Google Authenticator. Bu juda ham yaxshi himoya tizimi va mana bu yerda broker o'zi rekomendatsiya qilayotgan push notifications, ya'ni уведомление, xabarnoma bu qachonki telefoningizda Exens brokerini rasmiy ilovasi bor bo'lganda ishlaydi. Lekin menga bu narsa qanaqadir yoqmaydi. Xullas, bu yerda biz hozir Google Authenticator'ga o'tkazganimizdan ko'ra Gmail pochtaga olib qo'yganimiz juda ham maqsadga muvofiq. Bunga olib qo'yadigan bo'lsak, pochtamizga xabar yuboradi. Hammasi juda ham oson. Xabarning ichida kod bo'ladi. Buni tasdiqlash juda ham qulay. Nimaga endi Google Authenticator emas deydigan bo'lsangiz, qachonki Google Authenticator'ga siz himoya tizimini o'rnatib qo'yadigan bo'lsangiz, qanaqadir muammo bo'lib mana shu Authenticator приложениесiga dostуп yo'qolib qoladigan bo'lsa, siz Exens brokerga qaytib kira olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun bu yerda Gmail pochta eng ma'qulrog'i va afzalrog'i deb o'ylayman. Mana shu Gmail pochtaga olamiz va keyingi tugmasiga bosamiz. Undan keyin adashmasam telefon raqamiga yana kod yuborish kerak bo'ladi. Kod yubordi, kodni qabul qilib oldim. Bu safar ham o'rtoqlar e'tibor bering, bu safar ham kod Telegram orqali kelyapti. 959 767. What action confirmed bo'ldi. Всё. Endi 2 bosqichli himoya tizimi bu Gmailda ishlaydi. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi. Klass. O'ylashimcha bugungi mana shu ma'lumotlar yetarli. Bugun hozir mana shu joyda videoni yakunlamoqchiman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa va nimadir yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, doimgidek so'raydigan narsam faqat bitta. Videoga albatta like bosib qo'yib, o'zingizni fikringizni kommentariyada qoldiring va mana shu Income Fix kanaliga obuna bo'lib, eng muhimi qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmang va shu orqali siz men yangi qo'ygan videomni o'tkazib olmaysiz. Shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.